Assalomu alaykum qizlarjonlar. Bugun yana kargodan taxlashda davom etamiz. Bugun 4 kunlik Hikmat Pantera Studio. Uni farzandlari uchun olgan narsalarimizni kargoga taxlayamiz hozir. Bittasi mana 2 yoshdan 3 yoshgacha. Ikkita qiziga bir xil qilib berdik buni. Bittasi 11 yosh, 12 yoshgacha. Mana bular bilasizlar, troyka bular. Mana shunaqa troyka bular, bilasizlar. Qizlariga chiroyli bunaqa ko'ylakchalardan taxini buzgim kelmadi buni hozir. Dvoyka bor. Paris, bilasizlar, juda ham zo'r buni kачествоsi. Bog'chaga kiyishga Mickey Mouse'li mana bunaqa hibi chiroyli anaqa dvoyka qo'yganmiz. 16 yosh o'g'illari uchun bu ham dvoyka. Qizlari uchun 11-12 yosh. Mana bu ham dvoyka qalin. Yana bitta dvoyka solganmiz. Bu ham ikkitali. Yo'q, bu boshqa. Keyin bularning yonida mayda naskilari, mana naski qizlariga, ayoliga hammasini hozir kargo qilib joylab beramiz. Qizlar, yana bu yerda Toshkentga jo'nayotgan mollarimiz bor. Mana bular troykalarimiz, mana bilasizlar. Shimlari bilan. Bular 12 yoshgacha, 11-12 yosh eng kattasi. 3-4 yoshdan boshlanadi. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yoshgacha. Mana bu yoqda sizlar rasmda ko'rasizlar, lekin buni materiali shunaqa zo'r, ikkita ipli deb aytiladi. Mana orqasini ham ko'rsatay. Mana shunaqa dvoykalarimiz hammasi kargoga chiqarilyapti bugun. Mana shimi ham kачествоsi juda ham zo'r qizlar. Mana qaranglar. Yuvib ishlatadigan. U bularning kачествоsi yaxshi bo'lgani uchun tez bunaqa dog' tortib, anaqa qilib qolmaydi. Bularning hammasini bugun Xudo xolasa jo'natamiz O'zbekistonga.